Assalomu alaykum. Meni ismim Oyatilla Umarov. 1996-yilda Qarshi shahrida tug'ilganman. 8 yillik tajribaga ega tadbirkorman. Shu vaqtgacha maishiy texnika bilan shug'ullanib kelganman. Hozir qurilish sohasidamiz. Muborak Store maishiy texnikalar do'koni asoschisiman. Hozirgi kunda 6 ta maishiy texnika do'konimiz bor. Mana endi 2025-yildan qurilish sohasiga kirib keldik. Qurilish kompaniyamiz ismi Muborak Development Group. Xohlasa bu ishga kirganimizdan sabab o'zimizning viloyatimizda, Qarshi shahrida, Qashqadaryo viloyatida xalqimizga, yurtimizga foydali va manfaatli bo'ladigan chiroyli zamonaviy uylarni qurib, vatanimizga qanchadir miqdorda yaxshi loyihalarni qilish bu maqsadimiz. Xo'p, bizlarda hozirgi birinchi o'rinda qiladigan loyihamiz Qarshi shahrida joylashgan aeroport loyihamiz. Yana bir narsani eslatib o'taman, xudo xolasa bu videomizni oxirigacha ko'rgan insonga, mijozimizga maxsus sovg'alarimiz bor. Mana endi shu bilan ishlarimizni boshlasak bo'ladi. Bizlarning birinchi loyihamiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida aeroport tarafda aeroport loyihamiz bor. Mo'ljal yonimizda Sazanchik baliqxonasi bor. Shuni katta yo'lda yonidan kirganda loyihamiz haqida aniq va chiroyli holatda ma'lumot berib o'taman. Qurilishimiz 3 ta blokdan iborat va 3 ta podez, 5 etajdan iborat, 5 etajli dom bo'ladi va 70 ta xonadon. Xo'p, shahar markazida joylashuv, ya'ni shahar markaziga yaqin joyda joylashgan har bir podezimizda xavfsiz premium klassdagi lift bo'ladi. Har bir xonadon uchun avtoturargoh joylarimiz bor. Bolalar maydonchasi, bu yerda yashaydigan mijozlarimiz uchun, xonadon egalari uchun katta bog'chamiz bor. Besetkalarimiz bo'ladi. Masalan, oilaviy yoki bolalaringiz o'zini xavfsiz o'ynab yurishligi uchun juda ham katta bolalar maydonchasi bor. 24/7 qo'riqlash xizmati bor. Kameralar o'rnatilgan. Bu ya'ni o'sha bu yerda yashaydigan xonadon egalarini albatta xavfsizligi uchun alohida suv, svet va gaz tizimi bo'ladi. Aholi uchun bayram va tadbirlarga shinam besetkalar, ya'ni o'sha mehmonlar kelganda, qo'ni-qo'shni kelganda hovlida mazza qilib suhbatlashib, bir piyola choy ustida didorlashib o'tishligi uchun hamma sharoitlarimiz bo'ladi. Eng muhimi toza havo va sokin mahalla. Aeroportda yashaydiganlar ko'pi biladi, bu yoqdan o'tib qaytadiganlar. Havosi juda ham zo'r. Daraxt juda ham ko'p. Shuni hisobiga, masalan, yozda jazirama issiqda ham aeroport nisbatan ancha salqin bo'lib turadi. Mana shunaqa yaxshi taraflari bor aeroportimizda. Xo'p, ikkinchisi, xonadonlar qanday ko'rinishda quriladi, ya'ni topshiriladi. Birinchisi, tashqi eshik va derazalar qo'yilgan holatda, ya'ni romlar o'rnatilgan holatda bo'ladi. O'sha derazalarimiz, eshik romlarimizda ham qurilayotgan domimizda, qurilayotgan imoratimizda sifatiga qarab qo'yiladi. Ya'ni eng yaxshilari, eng sifatlilar qo'yiladi. Chunki bizlarda eng birinchi muhim narsa o'sha sifatga ahamiyat berilyapti. Ya'ni kirgan mijoz, xonadon xarid qilgan mijoz bu narsani ko'rib ahamiyat berish mumkinki, har bitta detalidan, ya'ni ipidan ignasigacha eng chiroyli holatda bo'ladi. O'shaning uchun derazalarimiz, eshiklarimiz hammasi eng zo'r kompaniya orqali deraza romlar qo'yiladi. Xo'p, barcha kommunikatsiyalar o'rnatilgan bo'ladi, ya'ni olib kirilgan bo'ladi bu yoqqa. Xonalar ichki devorlari bo'lingan holatda topshiriladi. Remont qilishga tayyor holatda bo'ladi. Ya'ni yarim tayyor holatda topshiramiz, undan keyin o'sha oson ishlari sizda qoladi. Remont qilishingiz ham juda ham oson bo'ladi. Xo'p, uchinchisi, ruxsatnomalar. Hozirgi kunda eng dolzarb muammo. Masalan, o'sha ko'p ko'ryapmiz, uyiga boshlang'ich to'lov qilib qo'yib, lekin qiynalib uyni so'raydi, uy yo'q. O'sha holat bo'lmasligi uchun eng birinchi qilgan ishimiz davlatdan ruxsatlarimiz, gazing hujjatlarimiz bor. Bizning loyihamiz boshlashimizdan oldin hamma ruxsatlarni olgan holatda boshlaganmiz. O'shaning uchun bizlardagi qurilishimizdagi loyihamizdagi eng ishonchli joylardan biri bizlarda o'sha hujjatimiz. Gazingning ruxsatlari, ekologiya va ekspertiza xulosasi har bittasini o'sha qo'yib boramiz. Ekranda ko'rib borishingiz mumkin. Arxitektura qurilish xulosalari va shunga o'xshash barcha dokument, hujjatlarimiz 100% holatda tayyor qilingan holatda ishlarimiz boshlangan.
dokumentimizda xudo xohlasa muammo yo'q. Buni masalan sotuvga kelib, sotuv ofisimizga kelgan mijozlarimiz ko'rib, bemalol tekshirib olishligi mumkin. Endi eng o'sha muhim joyga yetib kelyapmiz. Barakali juma aksiyasi. Barakali juma aksiyasida nima qulayliklar bor? O'zi bu aksiya nima uchun qilinyapti? Xo'p, bu aksiyamiz 5-dekabrdan 13-dekabrgacha ko'p emas, atigi 30 ta xonadon uchun amal qiladi. Bu yerdagi takliflar nafaqat Qashqadaryo, balki boshqa O'zbekistondagi boshqa viloyatda, nafaqat O'zbekistonda hech kim bermagan taklif bo'ladi bu yoqda. Xo'p, u narsani menimcha o'sha o'rtada qo'shib ketaman, agar e'tibor bilan ko'rsanglar. Qanday yangilik bor, qanaqa foydali taraflari bor? Birinchisini aytib o'taman. Hech qanday boshlanish to'lovlarsiz. Bizdan uy xarid qilmoqchi bo'lsangiz, agar istasangiz boshlanish to'lov bilan qilishingiz mumkin. İstesangiz boshlanish to'lovsiz uy xarid qilishingiz mumkin. Necha oyga? 60 oyga. 60 oyga hech qanday boshlanish to'lovlarsiz uyni o'zini tannarxini bo'lib to'lash. Ya'ni 5 yilga uyni o'zini narxini to'lab borasiz. Narxi o'zgarmaydi 5 yil davomida. Xo'p, bizda uchinchisi tayyor ta'minlangan xonadon xarid qilish imkoniyati. Istasanglar tayyor ta'minlangan xarid qilasiz yoki o'sha yarim tayyor holatda xarid qilishingiz mumkin. Va to'rtinchisi boshlanish to'lov bilan chegirmaga ega bo'lasiz. Chegirma va sovg'alarga ega bo'lasiz boshlanish to'lov qilsangiz. Bu taklifimiz faqat o'sha 5-dan aytganimizdek 5-dan 13-dekabrgacha amal qiladi. Bu narsani o'sha screenshot qilib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Hozirgi holatda uylar narxi nech pul o'zi? Uylarimiz narxi 8.690.000 so'm. 8.690.000 so'm har bir kvadrat metri uylarimizda. Xo'p, endi aksiya haqida ma'lumot berib o'taman. Boshlanish to'lovsiz xonadon xarid qilish. Boshlanish to'lovsiz xonadon xarid qilish. 60 oyga foizsiz bo'lib to'lash 1 kvadrat metr uchun 8.490.000 so'mdan. 1 kvadrat metrimiz uchun 8.490.000 so'mdan 100% ta'minlangan holatda bo'ladi. Bitta pasport evaziga va bitta maishiy texnika sovg'aga qo'shib beriladi. Har bir kvadrat metrdan 200.000 so'mdan chegirmamiz bor. Ya'ni narxini arzon qilib beramiz, 200.000 so'm chegirmasi bor. Xo'p, endi boshlanish to'lov qilsakcha, masalan, 25 million so'm pulimiz bor. Niyat qilib qo'yganmiz uy olishlik uchun 25 million so'm boshlanish to'lovimiz bor. O'shanga uy xarid qilmoqchimiz degan mijozlarimizga 60 oyga hech qanday foizlar yoki peniyalarsiz uyni o'zini tan narxini 8.190.000 so'mdan. Agarda siz 25 million so'm to'lov qiladigan bo'lsangiz, 500.000 so'm chegirma. 25 million so'm uchun 100% ta'minlangan holatda topshiriladi. O'sha aytganimizdek bitta pasport evaziga ikkita maishiy texnika bonusga qo'shib beriladi. Ya'ni hozir 25 million so'mga. Bu ikkinchisi. Endi 50 million so'm to'lasak, uy xarid qilishlik uchun 50 million so'm atab qo'yganmiz. Olib qo'ygan, orttirgan joyimiz bor 50 million so'm. Bunga qanaqa variant qilib berasiz degan mijozlarimiz uchun Xo'p, 60 oyga foizsiz bo'lib to'lash 1 kvadrat metri 7.990.000 so'mdan chiqadi. 7.990.000 so'mdan 100% ta'minlangan holatda buni sovg'asi 3 ta maishiy texnika sovg'aga qo'shib beriladi. Ya'ni bitta televizor, pilisos va mikrovolnovka pech. Har bir kvadrat metridan 700.000 so'mdan chegirma. Ya'ni 7.990.000 so'mga xarid qilasiz har bir kvadrat metrda 50 million so'm to'lagan holatda. Endi to'rtinchisi 100 million so'm boshlanish to'lov bilan xonadon xarid qilish. 100 million so'm pulingiz bor, imkoniyatingiz bor, uy xarid qilmoqchisiz. Xo'p, 60 oyga foizlarsiz to'lash har bir kvadrat metr uchun 7.690.000 so'mdan xarid qilasiz. Har bir kvadrat metri 7.690.000 so'mdan 100% ta'minlangan holatda bitta pasport evaziga buni sovg'asi qanaqa bo'ladi deganda 5 ta maishiy texnika qo'shib beriladi. Ya'ni ertaga uyga ko'chib kirishingizda xudo xolasa kompaniyamiz tomonidan
katta bayram tadbiri bo'ladi. O'sha ko'chib kirishingizda sizga maishiy texnikalar sovg'aga beriladi. Endi buni yana plyus tarafi 1 million so'm chegirmasi bor. Ya'ni o'sha boshlang'ich to'lovsiz holatdagi bilan boshlang'ich to'lov qilganingizda 1 million so'm chegirma bo'lyapti. O'shanda 7 million 690 ming so'mdan kvadrat metrisiga tushyapti. 5 ta maishiy texnika. Maishiy texnikalarimiz katta televizor bo'ladi, hop, xolodilnikimiz bo'ladi, gaz plitamiz bo'ladi, pilisos bo'ladi va mikrovolnovka pech bo'ladi. 5 ta qimmatbaho sovg'alarimiz. Endi 5-aksiyamizga o'tamiz. Hop, 50% boshlang'ich to'lov bilan xonadon xarid qilish qanday bo'ladi? Imkoniyatimiz bor. O'sha quriladigan xonadonni 50% ni to'laymiz. Oyma-oy bizga arzon chiqadimi degan mijozlarimiz uchun 60 oyga har bir kvadrat metri 7 million 490 ming so'mdan tushadi. Ya'ni 7,5 milliondan emas, 7 million 490 ming so'mdan tushadi. 100% ta'minlangan holatda bitta pasport evaziga 7 ta maishiy texnika, qimmatbaho 7 ta maishiy texnika qo'shib beriladi. Xo'p, buni ichida nima bo'ladi? Konditsioneri bo'ladi, hammasi sifatli original mahsulotlar, televizor bo'ladi, xolodilnik, gaz plita va kir yuvish mashinasi bo'ladi va mikrovolnovka pech bo'ladi. Keyin pilisos aytib o'tdim menimcha buni. Bitta pasport evaziga har bir kvadrat metridan 1 million 200 ming so'mdan chegirma. Har bir kvadrat metridan 1 million 200 ming so'mdan chegirmasi bor. 50% ni to'lagan mijozlarimiz uchun. Ya'ni bu yerda e'tibor bergan bo'lsalaring, sovg'alarimiz ham ko'payib boryapti va kvadrat metridan narxlarimiz ham sezilarli darajada tushib boryapti. Endi 6-aksiyamizga yetib keldik. 100% to'lov qilsam qanaqa bo'ladi? 100% ga imkoniyatingiz bor, to'lay olasiz. Xudo xolasa, narxi shunaqada qanday chiqadi degan mijozlarimiz uchun 6 million 990 ming so'mdan bizdan tayyor ta'minlangan xonadonni 100% to'lov bilan xarid qilishingiz mumkin. Bunda 7 ta maishiy texnika sovg'aga, bonusga qo'shib beriladi. Qo'shimchasiga 2 kishilik sayohat yo'llanmasi. Chet elga 2 kishilik o'zingiz yoki birorta o'rtog'ingiz bilan yoki ota-onangizni yuborishingiz mumkin yoki oilangiz bilan sayohatga chiqib kelishingiz mumkin. Kvadrat metridan skidkasi 1 million 700 ming so'm chegirmasi bor. Qarang, 6 million 990 ming so'mdan kvadratiga to'layapsiz. 7 ta maishiy texnika bonusga olyapsiz va 1 million 700 ming so'm har bir kvadratidan sizga chegirma qilib berilyapti. Xo'p, 6-ni tugatib oldik. Endi 7-aksiyamizga o'tamiz. 7-aksiya qanaqa talab bilan o'zgaradi? Buni bizdan juda ko'p mijozlarimiz so'raydigan takliflardan biri bo'ladi. Bu hammaga ma'qul keladi menimcha. Xo'p, boshlang'ich to'lovga atiga 35 million so'm to'laysiz. 35 million so'm boshlang'ich to'lov to'lanadi. Xo'p, kvadrat metri 8 million 290 ming so'mdan chiqadi. Har bir kvadrat metri 8 million 290 ming so'mdan chiqadi. Oylik to'lovi 3,5 million so'mdan. Qarang, 35 million so'm boshlang'ich to'lov, kvadrati 8 million 290 ming so'mdan chiqadi. 100% ta'minlangan holatda bo'ladi. 2 ta maishiy texnika sovg'aga. Endi buni qolgani qanday to'lanadi degan mijozlar uchun qolganini agar o'zingizlar xohlasanglar ipoteka qilib, kadastr chiqqandan keyin ipoteka qilib, masalan, qolgan to'lovni yopib yuborsanglar bo'ladi. Bizdan juda ko'p mijozlarimiz so'rashadiki, shunaqa variantlari bormi deyshadi. O'sha mijozlarimizning takliflaridan keyin kelib chiqqan holatda bu taklifni beryapmiz. Juda ham ajoyib taklif. 3,5 million so'mni atiga oyma-oy to'lab borasiz va kadastr chiqqandan keyin o'sha ipoteka qilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi yana ham qiziq taklif bu. Qarang, boshlang'ich to'lovi 99 million so'm to'laysiz. 99 million so'm to'laganingizdan keyin sizga har bitta kvadrat metri 7 million 690 ming so'mdan tushadi. 7 million 690 ming so'mdan tushadi. 100% ta'minlangan xonadon bo'ladi. 5 ta maishiy texnika sovg'aga beriladi. Ya'ni bonus sifatida kompaniyamiz tarafidan 99 million so'mdan to'laganimdan keyin oyma-oy necha puldan to'layman degan mijozlarimiz uchun to'lanmaydi.
kadastrimiz chiqqandan keyin 50 oyda bo'lib to'lab berasiz. Menimcha juda ham zo'r taklif. Uy olaman degan ko'plab niyat qilib qo'ygan insonlarda qanchadir miqdorda yig'ib qo'ygan pullari bo'ladi. Agar kimgadir to'g'ri kelsa 99 million so'm to'laysiz, qolganini kadastrni qo'lingizga olganingizdan keyin, ya'ni kadastr chiqqandan keyin 50 oy davomida to'lab boriladi. Bu ham juda ham zo'r taklif. Xo'p, 9-aksiyamizga yetib keldik endi. Va nihoyat oxirgi aksiyamizga yetib keldik, ya'ni 9-siga. Xo'p, bunisi boshqalardan ko'ra narxi ancha arzon chiqadi. Xo'p, 1 kvadrat metri 3,5 million so'mdan chiqadi. Albatta, bu sokinlik etajimizdan bitta pasport evaziga bonusiga 3 ta maishiy texnika sovg'aga beriladi. Boshlang'ich to'lovsiz kvadrat metri 3,5 million so'mdan 60 oy davomida o'sha sokinlik etajimizdan uy xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni bizlar qurilishimizda, ya'ni bizning turar joy majmuamizda sokinlik etajimiz ham uy bo'lgan. Xuddi o'sha 1-etaj, 2-etaj, 3-etajlarimiz qanaqa chiroyli holatdagi uy bo'ladigan bo'lsa, sokinlik etajlarimizda ham xuddi o'shunaqa sharoitlar mavjud. Lekin o'sha kvadrat metri 2 barobar arzon chiqadi. Ya'ni 3,5 million so'mdan sokinlik etajimizdan uy xarid qilishingiz mumkin. Sokinlik qavatda nimalar bo'ladi? Sokinlik qavatimizda kadastr hujjatlari bo'ladi. Yashash uchun hamma sharoitga ega, kommunikatsiyaga ega, xuddi yuqorida nima bo'lsa, xuddi o'shanga o'xshab shift balandligi 3 metr. Shift balandligi 3 metr, deraza romlari yuqori qavatdagi uylarimiz bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni derazalari ko'chaga qaragan bo'ladi. O'sha uyda turib ko'chaga bemalol qarashingiz mumkin. Xo'p, yerdan, devordan zak, nam o'tmasligi uchun tepla izolyatsiyalarimiz, gidroizolyatsiyalarimiz qilingan holatda bo'ladi. Ya'ni o'sha yuqoridagi uylarimiz qanday holatda bo'lsa, sokinlik etajimiz ham xuddi o'sha holatda bo'ladi. Masalan, kimdir o'ylashi mumkinki, zax o'tib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Yo'q. Hammasi o'sha eng sifatli mahsulotlardan ishlatilyapti. Zax, sovuqlikdan, namlikdan hech qanday muammo yo'q, xudo xolasa. Shuncha aksiya qildik. Bu aksiyalarni qo'shimcha yana bitta aksiyamiz bor. O'sha mijozlarimiz uchun bu. Sotuvimiz boshlangan kuni, ya'ni o'sha 5-dekabrdan 13-dekabrgacha barakali juma aksiyamizga eng birinchi kelgan 3 kishiga alohida sovg'alarimiz bor. Qanaqa sovg'a deganlar uchun boshlang'ich to'lovsiz bizdan uy xarid qilgan o'sha 3 kishiga har bir kvadrat metridan 200 ming so'mdan yana plus chegirmamiz bor. Boshlang'ich to'lovga uy xarid qiladigan mijozlarimiz uchun 200 ming so'mdan har bir kvadratga 200 ming so'mdan yana chegirmamiz bor va bitta telefon va bitta changi yutgich bonus sifatida qo'shib beriladi. Qarang, boshlang'ich to'lovsiz uy xarid qilyapsiz va 200 ming so'm har bir kvadratdan chegirma bo'lyapti va bitta telefonli, bitta changi yutgichli sovg'aga ega bo'lib ketyapsiz. Menimcha juda ham chiroyli taklif bu. Xo'p, endi birinchi kelgan 3 ta mijozimiz 25 million so'mdan to'lov qilsa nima bo'ladi? 25 million so'm to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, har bir kvadrat metridan 300 ming so'mdan chegirma. 25 million so'm to'lov qilyapsiz, har bir kvadrat metridan 300 ming so'mdan sizga chegirma qilib beriladi va bitta telefon, televizor va changi yutgich sovg'aga beriladi sizga. 25 million so'm uchun. Uchinchi taklifimiz o'sha 3 kishiga, birinchi kelgan 3 kishi 50 million so'm to'lov qildi deylik. Mijozlarimiz 50 million so'm boshlang'ich to'lov bilan har bir kvadrat metridan 400 ming so'mdan chegirma qilib beriladi. 50 million so'm to'layapsiz, har bir kvadrat metridan 400 ming so'mdan chegirma. O'sha 3 ta mijozimizga birinchi kelgan. Endi nima sovg'alari bor deganlar uchun gaz plita, telefon, televizor va changi yutgich sovg'alarimiz bor qo'shimchasiga. Endi 100 million so'm boshlang'ich to'lov bo'lsa-chi, o'sha 3 ta mijozimizda boshlang'ich to'lovga 100 million so'mga imkoniyatlari bo'lsa, har bir kvadrat metridan 500 ming so'mdan chegirmamiz bor. Har bir kvadrat metridan 500 ming so'm chegirmamiz bor. Endi bunga qo'shimcha gaz plita, telefon, duxovka, televizor va changi yutgich
5 ta sovg'a sizga bonus sifatida qo'shib beriladi. 500 ming so'm chegirma har bir kvadrat metridan va shuncha sovg'aga ega bo'lasiz. Endi 50% ni to'lasak-chi. 50% ga imkoniyatsiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha birinchi kelgan 3 ta mijozimizda har bir kvadrat metrida 700 ming so'mdan chegirmamiz bor. Har bir kvadrat metrdan qo'shimchasiga sovg'alarimiz gaz plita, telefon, duxovka, televizor va changyutgich sovg'alarimiz qo'shib beriladi. 700 ming so'mdan kvadratiga sizlarga chegirma qilib berilyapti. Juda ham foydali va manfaatli menimcha aksiyalar bo'ldi hozir. Xudo xolasa, o'sha eslatib o'tganimizdek 5-dan 13-dekabrgacha barakali juma aksiyamizda mana shu qilingan aksiyalarimiz amal qiladi, undan keyin to'xtatiladi. Shuncha aksiya bo'ldi. Endi biz qanday qilib sizdan bu uylarni xarid qilamiz degan mijozlarimiz uchun hop bizlar telefon raqamlarimizni, Instagram sahifalarimiz, Telegram sahifalarimizda yozib qoldiramiz. Bemalol bizga telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Hop, bizlar lokatsiyamiz haqida, qurilishlarimiz haqida, qurilishlarimiz qanday holatda ketyapti, mana shular hammasini biza kunlik o'sha ma'lumotini berib boramiz. Bemalol bizning ofisimizga kelib, telefon qilib, o'sha aksiyadagi uylarda xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan aksiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Menimcha hammaga tushunarli va foydali, manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Endi yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Bu taklifni boshqa qurilishlardan nima farqi bor degan joyiga alohida urg'u berib o'tmoqchiman. Xo'p, farqi shundaki, mana masalan hozir 10 ga yaqin taklif berdik biz mijozlarimiz uchun. Bundan tashqari eng yaxshi tarafi shuki, bu taklif berilgan xonadonlar 2026-yilda qurib topshiriladi. Eng muhim tarafi shu. Masalan, bolalar maydonchasi, premium klassdagi liftga ega bo'lgan xonadon, lokatsiyasi aeroport tarafda, aeroportga yaqin joyda joylashgan shunaqa qulay sharoitdagi uyda sizlar mana shuncha aksiya doirasida 1 yilda qurib topshiriladi. Masalan, 2026-yilda oxirigacha xudo xolos kadastr bilan topshiriladi sizlarga. Qolganini 5 yil davomida bo'lib to'laysiz. Eng qulay taraf mana shu. Masalan, ko'plar 2 yil, 3 yilda bitadigan uylarga 60 oylik taklif berilsa, bizning qurilish kompaniyamiz o'sha qashqadaryolik yurtdoshlarimiz uchun shunaqa 1 yilda tayyor bo'ladigan xonadonga 60 oyga hech qanday boshlang'ich to'lovlarsiz, agar istasangiz to'lov bilan, istasangiz boshlang'ich to'lovsiz uylarni bemalol xarid qilishingiz mumkin. E'tiboringlar uchun hammaga rahmat. Telefon raqamlarimizdan hammasini yozib qoldiramiz. Kimga aksiyalarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, shoshilib qolinglar. Hozirdan o'sha bizga aloqaga chiqib, bemalol uylarimiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Hammaga rahmat.